Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Afsona villasdagi ishimiz davom etib turibdi. Ikkinchi etajdan uchinchi etajga boshlaymiz. Podvaldan birinchi etajga, birinchi etajda ikkinchi etajgamiz bo'lgan. Ular haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Mana bu zinapoyamiz 15 ga 30 lik zinapoya bo'lgan. O'rtada plashatkasi bor. Podvaldan birinchi etajga, birinchi etajda ikkinchi etajga quyib bo'ldi. Endi uchinchi etajga qo'yamiz. Qilgan ishlarimizni o'zingni ko'rib baho beraverasizlar. Sifatli qilib qo'yib berganmiz. Mana o'zingni ishlarimizga baho beraverasizlar. Podvalimiz ham bo'lgan. Bu birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqish. Uchinchi etajga boshlaymiz. Bu ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Xizmatlar bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, nomerimni qoldiraman. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab, qayerda bo'lsa ham borib, maslahatlashib, chiroyli sifatli zinapoya qo'yib beramiz. O'zingizga aloqa chiqaverasizlar. Ishimizni ko'rib, o'zingizga baho beraverasizlar.